Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan ratsional tenglamalarning ayrim turlarini ko'rib o'tamiz va bu tenglamalarda biz ayrim ifodalarni ma'lum o'zgaruvchilarga almashtirib tenglamalarni sodda tartibda ishlashni bugun sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Marhamat. Demak, mana bu turdagi tenglamalarni qanday ishlaymiz? Tenglamaga diqqat qiladigan bo'lsak, bu tenglamamizda ayrim bir ifodalar takrorlanayotganini bilishimiz mumkin. Masalan, x kvadrat qo'shilgan 2x ni biz 3 ta joyda ham uchratishimiz mumkin. Demak, x kvadrat qo'shilgan 2x qo'shilgan 2 va mana bu ifoda mana bu yerda ham qayta kelyapti. Demak, biz bu tenglamani soddalashtirish maqsadida x kvadrat qo'shilgan 2x ni t deb belgilab olamiz. Ya'ni mana bunday belgilash kiritib olamiz. Chunki bizda x kvadrat qo'shilgan 2x aytganimizdek ifodamizni deyarli hamma joyda kelyapti. Demak, mana bu almashtirishni bajarib, tenglamamizni sodda bo'lgan ratsional tenglama ko'rinishiga keltiramiz. Demak, ishlaydigan bo'lsak, t qo'shilgan 2 bo'lingan. Demak, mana buni biz t ga almashtirdik. T qo'shilgan 3 arilgan 1 taqsim t qo'shilgan 2 barobar 1 taqsim 6. Mana bu t'li tenglamani biz ishlaymiz. T'li tenglamani ishlash uchun albatta biz mahraj beramiz. T qo'shilgan 3, t qo'shilgan 2 va bunga t qo'shilgan 2 tadan, mana bu ifodaga esa t qo'shilgan 3 tadan beramiz. Xo'p, ko'paytirib biz nimani hosil qilamiz? T qo'shilgan 2 ni t qo'shilgan 2 ga ko'paytirsak, t qo'shilgan 2 ni mos ravishda kvadrati bo'ladi. Uni ochib yuboradigan bo'lsak, t kvadrat qo'shilgan 4 t qo'shilgan 4 bo'ladi. Ayiramiz t minus 3 ni. Tengimiz 1 taqsim 6 ga. Xo'p, demak, tepani soddalashtirib olamiz, ya'ni suratni soddalashtirib olamiz. T kvadrat qo'shilgan 3 ta t qo'shilgan 1 bo'lingan. Bu yoqni ochib oladigan bo'lsak, t kvadrat qo'shilgan 5 ta t qo'shilgan 6 teng 1 taqsim 6 bo'ldi. 6 sonni, ya'ni proporsiyani ishlatamiz. 6 sonni bu tomonga ko'paytiruv qilib o'tkazib 6 ni ko'paytiruv qilib o'tkazadigan bo'lsak, demak bizda bo'ladi 6t kvadrat qo'shilgan 18t qo'shilgan 6 teng bo'ladi bizda t kvadrat qo'shilgan 5t qo'shilgan 6 ga. Tenglikni hammasini bir tomonga yig'adigan bo'lsak, bizda bo'ladiki, demak 5t kvadrat qo'shilgan 18 dan 5 tani ayruv qilib o'tkazadigan bo'lsak, 13 ta t qo'shilgan, demak bizda 6 lar nima qilib ketdi? Yo'qolib ketganini ko'rishimiz mumkin. Demak 5t kvadrat qo'shilgan 13t bo'ldi. Demak, bu yerdan bilamiz t ni olib chiqamiz qavsdan tashqariga. T ni olib chiqadigan bo'lsak, 5t qo'shilgan 13 teng 0 bo'ladi. Bilamizki, ikkita ifodani ko'paytmasi 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz har bir ifodani alohida 0 ga tenglab yozib olamiz. Demak, bizda bo'ladiki, t ifodamiz teng bo'ladi 0 ga va t ifodamiz teng bo'ladi minus 13 taqsim 5 ga. Xo'p, davom etamiz. Demak, biz t ni ifodalarini topib oldik. Topilgan t ni ifodasini olib borib mos ravishda avvalgi t ni holatiga qo'yamiz. Demak, x kvadrat qo'shilgan 2x ni biz bir safar 0 ga tenglaymiz. X kvadrat qo'shilgan 2x ni bir safar minus 13 taqsim 5 ga tenglaymiz. Natijada bu yerda x chiqaradigan bo'lsak, x qo'shilgan 2 bizda 0 ga teng bo'lib qoladi. X teng 0 birinchi yechim, x2 teng minus 2. Mana bizda ikkita yechim, mos ravishda ikkita yechimimiz chiqib keladi. Xo'p, davom etamiz. Demak, mana bu tenglamani ishlash uchun tenglikni hamma tarafini 5 ga ko'paytirib olaman. Natija bizda bo'ladi 5x kvadrat qo'shilgan 10x minus 13 ni bu tomonga plus qilib o'tkazsam, tenglama hosil bo'ladi. Tenglamani ishlab, diskriminantni hisoblaydigan bo'lsak, 100 ayrilgan 4 kere 5 20, 20 kere 13 260, ya'ni diskriminant manfiy bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Demak, tenglamamiz yechimi 0 va minus 2 ekan. Demak, mana bu tenglama tushunarli bo'lsa, xuddi shunga o'xshash yana bitta tenglamani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Agar mana bu misol tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana bu o'shanga o'xshash misolni yana bitta misol siz bilan ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda ham 5x kvadrat qo'shilgan 8 ifodani qayta kelayotganini ko'rish mumkin. Demak, 5x kvadrat qo'shilgan 8x ifodamiz mana bu yerda ham bizda ham yashirinib turibdi, mana bu yerda ham yashirinib turibdi. Demak, mana bu yerda bizda adashmasam plus x bo'lishi kerak edi. Xo'p, nima qilamiz? Ifodamizni 5x kvadrat qo'shilgan 8x ni hamma joyda keltirib olishga harakat qilamiz. Demak, 1 taqsim 5x kvadrat qo'shilgan 8x qo'shilgan 5 qo'shamiz. Mana bu joydan biz agar 7 ni olib chiqadigan bo'lsak, 5x kvadrat qo'shilgan 8x ifoda paydo bo'lishiga e'tibor qaratsak bo'ladi. Demak, biz mana bu joydan olib chiqamiz. Mana bu birinchi ikkita qo'shiluvchidan olib chiqamiz 7 ni. Olib chiqadigan bo'lsak, bizda bo'ladi 5x kvadrat qo'shilgan 8x qo'shilgan 25.
Xo'p, mana bu birinchi ikkita ifodadan ham, ikkita qo'shiluvchidan ham 4 ni olib chiqsak bo'ladi. 4 ni olib chiqadigan bo'lsak, bizda 5x kvadrat qo'shilgan 8x qo'shilgan 28 ifoda paydo bo'ladi. Natijamiz 3/4 ga tenglaymiz. Ko'rib turibsizki, hamma joyda 5x kvadrat qo'shilgan 8x ifodani uchratishimiz mumkin. Demak, biz belgilash kiritamiz. 5x kvadrat qo'shilgan 8x ifodani aynan biz t ga tenglab olamiz. T ga tenglab olamiz. Va natijada bizda quyidagicha soddalashtirilgan ko'rinishdagi ratsional tenglama paydo bo'ladi. 1 taqsim t qo'shilgan 5 qo'shilgan 7, mana buni t ga almashtirdik. 7t qo'shilgan 25 bo'lingan 4 ta, mana buni t ga almashtirdik. 4 ta t qo'shilgan 28. Natijamiz 3/4. Demak, mana bu ratsional tenglamani biz ishlashni bilamiz. Demak, nima qilamiz? Umumiy mahraj beramiz. Tenglama ishlash u qadar qiyin emas. Demak, umumiy mahraj beradigan bo'lsak, t qo'shilgan 5, 4 ta t qo'shilgan 28. Umumiy mahraj berga 4 ta t qo'shilgan 28 tadan, bu joyga esa t qo'shilgan 5 tadan bor. Ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, 4 ta t qo'shilgan 28 qo'shilgan 7 ta t kvadrat ko'paytiradigan bo'lsak, qo'shilgan 35 ta qo'shilgan 25 ta. U bizda 60 t ni beradi. Qo'shilgan 5 kere 25 125 bo'ladi. Va natija 3/4 ga. Boya aytganimdek, bu ifodani suratini soddalashtirib olamiz. Demak, 7t kvadrat 7t kvadrat qo'shilgan. Tak, 4 ta t ga qo'shamiz 60 ta t ni. 64 ta t. Demak, t'larni qo'shdik, 7t kvadrat qo'shib oldik. 28 ga 125 qo'shamiz. 28 ga 125 qo'shganimizda bizda bo'ladi tak 145 153 153 bo'lamiz ifodani. Bu holatdan qavslarni ochib chiqamiz. Qavslarni ochib chiqadigan bo'lsak, qaranglar, mana bu joyda 4 ni qavsdan tashqariga chiqaraman. Nima bo'ladi? T qo'shilgan 5 ni endi t qo'shilgan 7 ga ko'paytiraman. Chunki 4 qavsdan tashqariga chiqarib oldim. 4 qavsdan tashqariga chiqarib oldim. Natija menda 3/4 bo'ldi. Xo'p, mana bu joyda bilamiz, to'rlarni qisqartirib yuborish mumkin. Xo'p, davom etamiz. Demak, tepada bizda 7t kvadrat qo'shilgan 64t qo'shilgan 153 ifodamiz bo'ldi. Bu joyda t kvadrat qo'shilgan 7t qo'shilgan 5t, ya'ni 12t. 12t ifoda qo'shilgan 5 kere 7 35 va natija 3 ga teng bo'ldi. Tenglikni mana bu mahrajda turgan ifodani bu yo'lga tenglikni o'ng tomoniga ko'paytiruv qilib o'tkazamiz. Ko'paytiruv qilib o'tkazsak nima bo'ladi? Davom etamiz. Demak, davom etadigan bo'lsak, 7t kvadrat qo'shilgan 64t qo'shilgan 153 teng bo'ladi. Ifodani bu tomonga ko'paytiruv qilib o'tkazganimizda 3t kvadrat qo'shilgan 12 kere 3 albatta 36t qo'shilgan 35 kere 3 bizda 105 bo'ladi. Mana endi tenglikni, hamma ifodani tenglikni bitta tomoniga qo'yamiz. Bu yerda 4t kvadrat bo'ldi. Xo'p, 64 ta t dan 36 ta t ni olib tashlasak, 64 dan 30, 34, 34 dan 6 ni olib tashlaydigan bo'lsak, 28 t bo'ladi. Demak, t kvadratlarni hisobladik. 64 bilan 36 ta ni ham hisoblab oldik. 153 dan 105 ni ayiradigan bo'lsak, 53, 53 dan 5 ni ayiradigan bo'lsak, 48 bo'ladi. Va ko'rib turibmizki, butun ifodani biz 4 ga qisqartirsak bo'ladi. Natijada t kvadrat qo'shilgan 7 ta t qo'shilgan 12 teng 0 degan tenglama bo'ladi. Va bu tenglamani yechimlari -5 va -3 va -4 ekan. Uzr. -3 va -4. Mana bu tenglamani yechimlari -3 va -4 bo'ldi. Ana endi biz t ni topdik. Topilgan t ni olib borib bu yerga qo'yadigan bo'lsak, x ni mos ravishda topib olishimiz mumkin. 5x kvadrat qo'shilgan 8x ni biz -3 ga tenglaymiz. 5x kvadrat qo'shilgan 8x ni -4 ga tenglaymiz. Va tenglamani ishlab qo'yamiz. 5x kvadrat qo'shilgan 8x plus 3 teng 0. Diskriminant hisoblasak 64 ayrilgan 4 kere 5 20, 20 kere 3 60. Natijamiz 4. x1 ni topsak -8 qo'shilgan 4 qo'shilgan 2, uzr, qo'shilgan 2 bo'lingan 10, -8 qo'shilgan 2
-6. -6 ni 10 ga bo'lsak, -0,6 bo'ladi. x2 natijamizni olib qaraydigan bo'lsak, demak, bizda bo'ladiki, -8 -2 bo'lingan 10, ya'ni -10 bo'lingan 10. Natijamiz -1. Demak, bizda x1imiz -0,6, x2imiz -1 chiqdi. 5x kvadrat qo'shilgan 8x teng -4. Va mana bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, 5x kvadrat qo'shilgan 8x qo'shilgan 4 teng 0. Xo'p, tenglamani ishlaydigan bo'lsak, diskriminant hisoblasak 64, -4 kara 5 20, 20 kara 4 80, ya'ni diskriminantimiz 0 dan kichkina chiqdi. Ya'ni bunda yechim yo'q. Demak, bizda yechim birinchi yechimimiz -0,6, ikkinchi yechimimiz -1 ga teng bo'lar ekan. Mana shunday qilib tenglamani ishlaymiz.